Assalamu alaikum, sabahul khair, good morning. These days I'm learning Arabic language, especially speaking version, and now I'm going to share sentences and this kind of version. This is my second video, by the way. Okay, begin. Xo'p, arab tilida rahmat aytishda va shunga o'xshash qisqa so'zlarni bugun o'rganamiz. Men o'zim o'rganayotganda sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Tafaddol. It means you are welcome and when you use given money. Tafaddol so'zini arablar juda ham ko'p qo'llaydi va ayniqsa pul berayotganda, narsa berayotganda ishlatiladi. Masalan, marhamat oling degan ma'nosida. Lekin tafaddolni boshqa nimalari ham bor. Masalan, tafaddol please come in. Ya'ni marhamat kirishingiz mumkin. Marhamat oling, marhamat degan ma'nosida. Ko'p qo'llaniladigan so'z. Xo'p, and rahmat aytishda shukran. Bu versiyani men pokistonliklar va hindistonliklarda ko'rdim. Juda ko'p tillarda shukran rahmat degan ma'noni bildiradi. Lekin siz deeply version, ya'ni chin ko'nglingizdan rahmat aytmoqchi bo'lsangiz, xursand bo'lib ketganingizda chin ko'ngildan minnatdorlik bildirmoqchi bo'lsangiz, jazakillohu xayron. Bu hatto male version bor, female version bor. Ya'ni jazakallohu xayron male version, ya'ni erkaklar ishlatadi. Jazakillohu xayron ayollar ishlatiladi. Ya'ni Alloh sizni yaxshilik bilan siylasin. Ishlatsak bo'ladi. Xo'p, xayrli tong. Sabahul xayr, xayrli kech, ma'as salama. Masaul xayr, masaul xayr. Xayrli kech, good night. Masaul xayr. Va siz xayrni o'zini ishlatmoqchi bo'lsangiz, ya'ni xayr demoqchi bo'lsangiz, ma'as salama. Juda ham oson, ma'as salama. Xayrli kech, masaul xayr. Ikkalasida ham xayr bor. Ya'ni xayrli tongda ham, xayrli kechda ham xayr bor, faqat tongi sabahul, xayrli tong, kechi masaul. Xayrda o'zi ma'as salama. Xo'p, ahlan va sahlan. You are welcome and afvul. Afvulda ikki xil ma'nosi bor. We have got two means, and you are welcome arzimaydi, and pardon me, forgive me, kechirasiz. Men kechirasizda afvul, rahmat, ya'ni arzimaydida afvul. Ikkalasida ham afvul ishlatiladi vaziyatga qarab. Va oxirgi so'zimiz min fadlik, please. Juda ham bir magic so'zlardan biri, ya'ni kechirasiz, uzr, rahmat so'zlari. Min fadlik iltimos degan. Min fadlik. Bugun